Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alloh taolaning xohishi bilan darsimizni yana davomlashtiramiz. Bugun biz qalqala degan yangi tushunlik bilan tanishamiz. Qalqala deganimiz qo'zg'ash, tavritish degan ma'nolarni bildirdi. Qalqala harflarining soni 5. Biz qalqala harflarini ikkiga bo'lib olamiz. Birinchisi qilin harflar. Qilin qalqala harflari ular qof va to. Va inchki qalqala harflari. Ular soni 3. Ular b, jim, dal harflari. Nima uchun bu harflarni biz qalqala harflari deb ataymiz? Sababi bu harflarni sukun bilan o'qigan vaqtimizda ularni sal tavritish orqali chiqaramiz. Shu sababdan bu harflarni qalqala harflari deb ataymiz. Bu harflarni o'ngay yodlab olish uchun shu harflar bilan qut hujjat degan so'zni qurashtirib olsak, bu harflarni yodlash bizga o'ngay bo'ldi. O'sha harflardan quralgan qut hujjat degan so'zning tarkibidagi harflar qalqala harflarini bildirdi. Bugungi darsimizda qalqala harflaridan bo'lgan b harfiga berilgan misollarni o'qib o'rgangan bo'lamiz. Birinchi misolimiz alif harfining ustiga fatha qo'yilgan u a bo'ldi va b harfining ustiga sukun qo'yilgan b harfining o'zini yozib qo'yamiz. Buni o'qigan vaqtimizda biz ab deb o'qimaymiz. Sababi b harfi yuqorida aytib o'tdik, bu qalqala harflarining qatoridan bo'lganligidan uni sukun bilan o'qiganda sal tavritib o'qiymiz. Shu chaqda ab deb o'qildi. Ikkinchi misolimiz alif harfining ostiga kasra qo'yilgan i bo'ldi, b harfining ustiga sukun qo'yilgan b bo'ldi va nun harfining ustiga damma qo'yilgan nu bo'ldi. Buni o'qiganda ibnu bo'ldi. Ibnu. Keyingi misolimiz b harfining ostiga kasra yozilgan b bo'ldi. Nun harfining ustiga sukun yozilgan n bo'ldi. T harfining ustiga damma yozilgan tu bo'ldi. Buni o'qiganda bintu deb o'qiymiz. Bintu. Keyingi misolimiz b harfining ustiga fatha yozilgan b, y harfining ustiga sukun yozilgan y harfini yozamiz. T harfining ustiga damma yozilgan tu bo'ldi. Bu so'z o'qiganda baytu bo'lib o'qildi. Baytu. Keyingi misolimiz b harfining ustiga fatha yozilgan b, y harfining ustiga sukun yozilgan y harfi bo'ldi va nun harfining ustiga damma yozilgan nu bo'ldi. Bu so'z baynu deb o'qildi. Baynu. Keyingi misolimiz ro harfining ustiga fatha yozilgan ro, y harfining ustiga sukun yozilgan y harfini o'zini yozamiz. B harfining ustiga damma yozilgan bu bo'ldi. Bu so'zni qo'shib o'qiganda roybu bo'ldi. Roybu. Keyingi misolimiz zay harfining ustida fatha yozilgan z, y harfining ustiga sukun yozilgan y, nun harfining ustiga fatha yozilgan n, b harfining ustiga sukun yozilgan b harfining o'zini yozamiz. Bu so'zni o'qiganda Zaynab bo'ldi. Zaynab. Keyingi misolimiz b harfining ustida fatha yozilgan b, ro harfining ustiga sukun yozilgan r harfining o'zini yozamiz va b harfining ustiga yana bir fatha yozilgan b va ro harfining ustiga sukun yozilgan r bo'ldi. Qo'shib o'qiganda bar bo'ldi. Bar. Keyingi misolimiz b harfining ustida fatha yozilgan b, y harfining ustiga sukun yozilgan y bo'ldi. Ro harfining ustiga fatha yozilgan ro va mim harfining ustiga sukun yozilgan m harfining o'zini yozamiz. Qo'shib o'qiganda bayrom bo'ldi. Bayrom. Keyingi misolimiz alif harfining ustida mayda fatha bo'lish kerak. Fatha yozilgan a, b harfining ustida sukun yozilgan b, ro harfining ustiga fatha yozilgan ro va mim harfining ustiga sukun yozilgan m yozamiz. Bu so'zni o'qiganda abrom bo'ldi. Mayda bayqanladek b harfini biz qalqala qilib o'qiymiz. Sal tavritib o'qiymiz. Keyingi misolimiz mim harfining ostiga kasra yozilgan mi, nun harfining ustiga sukun yozilgan n harfini yozamiz. B harfining ustiga fatha yozilgan
B. Ro harfining ustiga sukun yozilgan ro harfining o'zini yozamiz. Qo'shib o'qiganda minbar bo'ldi. Keyingi misolimiz B harfining ostiga kasra yozilgan B va alif harfining ustiga fatha yozilgan A, mim harfining ustiga sukun yozilgan M, ro harfining ustiga fatha yozilgan ro, yay harfining ustiga sukun yozilgan y harfini yozamiz va nun harfining ostiga kasra yozilgan ni bo'ldi. Qo'shib o'qiganda bi amrayni bo'ldi. Keyingi misolimiz B harfining ostiga kasra yozilgan B harfining ustiga fatha yozilgan B, yay harfining ustiga sukun yozilgan y, ta harfining ustiga fatha yozilgan ta, yay harfining ustiga sukun yozilgan y va nun harfining ostiga kasra yozilgan ni bo'ldi. Qo'shib o'qiganda bibaytayni bo'ldi. Bibaytayni. Keyingi misolimiz mim harfining ostiga kasra yozilgan mi, nun harfining ustiga sukun yozilgan n harfini yozamiz. B harfining ustiga fatha yozilgan b bo'ldi. Ro harfining ustiga fatha yozilgan ro va yay harfining ustiga sukun yozilgan y harfi, nun harfining ostiga kasra yozilgan ni bo'ldi. Qo'shib o'qiganda minbaroyni. Keyingi misolimiz zay harfining ustiga fatha yozilgan z, yay harfining ustida sukun yozilgan y harfini yozamiz. Nun harfining ustiga fatha yozilgan n bo'ldi. B harfining ustiga fatha yozilgan b bo'ldi. Yay harfining ustiga sukun yozilgan y bo'ldi. Nun harfining ostiga kasra yozilgan ni bo'ldi. Qo'shib o'qiganda zaynabayni. Endi mana shu berilgan misollarni 5 dan yana bir o'qib chiqamiz. Abi, ibnu, bintu, baytu, baynu, raybu, zaynab, berber, bayram, abram, minbar, biamrayni, bibaytayni, minbarayni, zaynabayni. Qo'shnim bilan darsimiz oyoqlashdi. Alloh taolo xolsa, keyingi darsimizda boshqa misollarni o'qib o'rgangan bo'lamiz. Alloh taolo hammamizga omonlik bersin.